Har bir faslning o'z tarovati, o'z xususiyati bor. Kuz kelishi bilan atrofdagi yashillik o'z o'rnini xazonrezgilikka bo'shatib beradi. Aynan mana shu davrda aholi tomonidan xazonlarni yig'ish, tashish ishlari ularni biroz tashvishga soladi. Shu sababli xazonlarni yoqish holatlari ham juda ko'p kuzatiladi. Yongan xazonni nechog'lik zarar ekanini statistik ma'lumotlar asosida keling tahlil qilib ko'ramiz. 1 tonna xazon yoqilganda atmosferaga 30 kilogramm uglerod oksidi ajraladi. Bundan tashqari inson salomatligi va atrof muhitga zarar yetkazuvchi boshqa moddalar, ya'ni oltin gugurt angidridi, qurum, azot oksidi va murakkab tarkibli organik birikmalar dioksinlar ham tashlanadi. Xazondan chiqadigan tutun atmosfera tarkibidagi kislorod miqdorini kamaytiradi. Ayniqsa chala yongan xazon o'zidan zaharli gaz chiqaradi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, zararli moddalarga to'yingan havodan nafas olgan kishining nafas yo'llari, ko'zi hamda markaziy asab tizimi shikastlanadi. Shu bilan birga organizmda o'pka saratoni, bronxial astma kabi xavfli kasalliklar kelib chiqishi xavfi ortadi. Xazonni yoqishdan kelib chiqadigan zararli tutun, ayniqsa bolalar hamda yurak-qon tomir, nafas yo'llari xastaliklariga chalingan hamda allergiyasi bor insonlarga ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuni ham ta'kidlashimiz joizki, xazonlarni yoqgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda tegishli javobgarlik choralari mavjud. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 88-moddasi 3-qismida dala va aholi punktlarida ang'iz, xazon va shox-shabbalar hamda o'simlikning boshqa qoldiqlarining yoqib yuborilishi natijasida atmosfera havosining buzilishiga sabab bo'lgan taqdirda fuqarolarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslarga bo'lsa 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Agarda ushbu holat 1 yil davomida yana takror sodir etiladigan bo'lsa, fuqarolarga nisbatan 5 baravaridan 7 baravargacha, mansabdor shaxslarga 10 baravaridan 15 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, xazonlarni yoqish sog'ligimizga ham, moddiy tomonlama ham nechog'lik zarar ekani haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldingiz. Agar xazonlar yoqilayotgan yoki har qanday ekologik huquqbuzarlikka duch kelsangiz, zudlik bilan ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga va elektron manzillarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu harakatingiz bilan atrof muhit muhofazasiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.